Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim, yaxshimisizlar? O'zlaring durustmi? Sog' salomatmisizlar? Hamma aytadi Tojikiston fuqarolari mana kech qolib ketyapti, 3 sutka, 4 sutka qolib ketyapti degan nimalarga bitta videoga chiqarib qo'yamiz. Xudo xolasa mana qolgan taassurotlarni passajirlar o'zlaridan so'raysiz, mana o'zlaridan eshitamiz. Xudo xolasa mana qanday borib kelyapti, qancha vaqtda kirib chiqishdi, qanday bo'ldi hammasini o'zlari aytib berishadi. Sherzodjon, o'zing yaxshimi, durustmisan? Yaxshi. Qani so'zni boshlab berasan, mana qani nima bo'ldi, qanday bo'ldi? Assalomu alaykum yurtlar. Mana Abdurahim aka bilan borib kelyapmiz. O'z Moskvaga ketyapmiz. Ko'rdik, lekin 4 kun, 5 kun qolib ketganlarni ko'rdik o'sha yerda. Lekin biz borib 3 soat kutdik, 3 soatda o'tib qaytib kelyapmiz. Hammasi yaxshi bo'ldimi? Aytilgandan? Hammasi aytilgan, hech qanaqangi rasxod yo'q. Abdurahim aka o'sha aytgan narxlar bilan borib qaytib kelyapmiz. Hammasiga rozi bo'linglar. Bizlar rozi. Dehqonim nima gap? Zo'r aka. Ravshan nima deydi? Hammasi yaxshi o'tib keldik. Kamchilik yo'qmi? Normal hammasi? O'zlaring nimalaringga, aka-ukalaringga, tanish bilishlaringga tavsiya qilsang bo'ladimi? Bo'ladi. Jonlaring sog' bo'lsin ilohim. Qani taksiz yotib oldimi? Zokir aka, o'zingiz so'mi? Ha, zo'r. Borib kelsa bo'ladi, zakonni. Arzon, udobni. Komfort emas, komfort. Semishkalar chaqib o'tiribdilar mana. Hamisha o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Kim bilan borsanglar ham, qayerga borsanglar ham borib kelib dokumentlarni chotka qilib olinglar. Bizning shu maqsadimiz sizlarga ko'rsatib qo'yish, bir reklama nimasida ham emas-u, shu xavotir bo'lganligi uchun mana shu videoni chiqarib qo'yamizki, borib kelinglar. Biz bilan borasizlarmi, boshqa bilan borasizlarmi? Qayerga borsanglar ham dokumentlaringni chotka qilib olinglar degan maqsadda qilib qo'yamiz. OFMS Saxarova, Granitsa telefon qilaverasizlar, bizning xizmatda ko'rsatilgan mana shu nomerlarga qonun aloqaga chiqarasizlar. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Yaxshilikda ko'rishguncha.